dollar deydimi? 554 ming dollarmi? Ko'rolman holatini doda ideal ekan. Necha pulga berasiz buni? Qani u nima deysan? Telefonga qiziq ekansan. Siz bilan gaplashdikmi telefonda? To'ppa-to'g'ri. Men 500 ga dedim. 14 Pro bu. 17 ga yozgancha pul yetmaydi. Endi ko'rib turibman, normallik kiyib olgansiz, pulingiz borga o'xshayapti. Hop, 500 dollar beraman. Korobkasini faqat berasiz. bez problem. Korobkasi deysanmi? Balo, hamma narsa. Vallahi hozir oldingizda emasaga 50 dollar minus qilib turaman, korobkani 500 bilan beraveraman. Bo'ladimi 50 dollaringizni? Gap bo'lishi mumkin emas. So'ramoqchi edim, o'g'lim. Ha? Mana bu narsani baholab bera olaysanmi? Men bunaqa vertula olmayman. Bu oddiysimi yo Kirib ko'rgunchi, o'g'lim. vertu deydimi? 554 ming dollarmi? Biraz sinamoqchi edim, o'g'lim. Nechta tur ekan bu narsa? Gap yo'q, bu narsa sotilmaydi. Daryo odam qo'lga ushatmayman bu narsani. Yo'q. Xafa bo'lmang bor. 17sini olmoqchi edim, ito olib o'g'limga beravermoqchi edim. Tadarkaga. Tutsan Vertu Cobra mashinalarni tutaman. Gap yo'q, mashina qancha doplata qilish kerak ekan? Menga 17sini aniq qilib 17 hozir menda yo'q-da. 500 dollar beraman buningizga. Nima zazor qilib shunda? Nima 50 xohlasangiz men sizga hozir 400 dollar beraman. Hali korobkasini olib kelsangiz 100 dollar qo'lingizga beraveraman. Ha, 100 dollar, 200 dollarga qarab yurmayman o'g'lim. Telefon berasiz. Tekshirch. Sanavering, ko'rib oling. Sanamayman. Bo'ldi. Nechi kodi? Kodini men o'zim bolalarim bor, o'shalar aytib o'chirib, yoqib yurmayman bunaqa telefonlar. Bu bolalaringiz tashqaridan? Mobralarni o'shalarni tutaman. Bunaqa telefonlarni bosmayman o'g'lim. Lekin o'zim bolalarim mana qoladi. Qarorlaring ukam.